أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 7. Sura A'raf Mekkede nazil bo'lgan 206 oyat. Nəhayət şəfqətlik, mehribon Allah'ın ismi bilan başlayman. Alif Lam Mim Sad. Ey Muhammed, kafirlarni ogohlantirishing, mu'minlarga vaz nasihat qilishing uchun bu kitob, ya'ni Qur'on sana nazil qilindi. Onundan, ya'ni uni tabliq qilishda qavmingning uni inkor qilishidan ansirab yurking siqilmasin. Ey insonlar, sizlar Parvardigoringlar tarafidan sizlarga nazil qilingan kitobga, ya'ni Qur'onga ergishinglar. Allohni qo'yib, jillardan va insonlardan bo'lgan sizlarni ozdiradigan do'stlarga ergashmanglar. Sizlar vaz nasihatni oz qabul qilsizlar. Biz nurg'un shahar aholisini halok qildik. Bizning azobimiz ularga kechisi yoki tushligi uxlayotgan chaqlarda keldi. Bizning azobimiz kelgan chaqda ularning chekkan faryodi biz haqiqatan zolim edik deyishdan iborat bo'ldi. Biz albatta payg'ambar avatilgan ummatlardan payg'ambarlar tabliq qildimi, sizlar qanday javob berdinglar deb so'raymiz. Payg'ambarlardan bu albatta Alloh topshirgan vazifani ado qildinglarmi deb so'raymiz. Qiyomat kuni ularning ahvolini ularga haqiqiy bilish asosida aytib beramiz. Biz ulardan ayrilmagan edik. Ya'ni ularning hamma ahvolidan xabardormiz. Bu kunda bandalarning yaxshi-yomon amallarining o'lchindiganligi haqdir. Yaxshi amallari eg'ir chiqqanlar nijot topquchilardir. Yaxshi amallari yenik chiqqanlar bizning oyatlarimizni inkor qilganliklari tufaylidan o'zlariga ziyon solg'uvchilardir. Shubhisizki, sizlarni zaminda yerlashtirdik. Zaminda sizlarga turmush lozimatliklarini paydo qildik. Sizlarga Parvardigoringlarning mushundaq ne'matlari bor turug'liq, uningga nihoyat oz shukr qilasizlar. Shubhisizki, biz sizlarni yaratdik. Ondan sizlarni shaklga kirgizdik. Ondan farishtalarga, har odamga hurmat bildirish yuzidan sajda qilinglar dedik. İblisdan boshqasi sajda qildi. O sajda qiluvchilardan bo'lmadi. Allah iblisga, seni sajda qilishga buyurgan chig'imda nimishqa sajda qilmading dedi. İblis, men uningdan ortiq, meni o'tdan, uni loydan yaratding dedi. Allah iblisga aytdi: sen bu yerdan yana jannatdan tushib ket. Bu yerda o'zingni cho'ng tutishga bo'lmaydi. Yo'qol, sen haqiqatan paskashlardansan. İblis man kishilar qayta tirildiriladigan kunigacha, ya'ni qiyomat kunigacha muhlat bergin dedi. Allah sana mühlet berildi dedi. İblis etti. Meni azdirganliking sababli ular, ya'ni Adem aleyhisselam ve onun avlodiga vasvas qilish uchun cho'qim to'g'ri yo'ling ustida o'ltirman. Ondan ularga cho'qim oldidan, orqasidan, o'ngdan, so'ldan hujum qilaman. Ularning ko'pchiligining ne'matingga shukr qiluvchilar emasligini ko'rasan. Allah aytdi: jannatdan ayiblangan va rahmatimdan mahrum qilingan holda chiq. Ularning ichidan sana ergashganlarni qo'shib, hammanglar bilan cho'qim jahannamni to'ldiraman. Ey odam, sen ayoling bilan ikkinglar birga jannatda turinglar. Jannatning mevalaridan xohlaganinglarcha yenglar. Bu daraxtga yaqinlashmanglar. Uningga yaqinlashsanglar, zolimlardan bo'lib qolasizlar. Ondan shayton ularning yepiqlik avratlarini ichib yetish uchun ularga vasvasa qildi. Shayton aytdi: Parvardigoringlarning sizlarga bu daraxtning mevasini yeyishni ma'ni qilganligi faqat sizlarning farishta bo'lib ketmasliginglar yoki jannatda mangu turib qolmasliginglar uchundir. Shuningdek ularga men cho'qim sizlarga sodiqman deb qasam ichib berdi. Aldamchilik usullari orqali ularni yuqori martabadan tuvan martabaga tushirdi. Daraxtning mevasini yegandan keyinlar ularning avratlari ichilib qoldi. Ular jannatdagi daraxtlarning yaproqlari bilan avratlarini yepishga kirishdi. Ularning Parvardigori ularga qoyib, men sizlarga bu daraxtni, ya'ni mevasini yeyishni ma'ni qilmaganmidim? Shubhisizki, shayton sizlarga haqiqatan oshkora dushmandir demaganmidim deb nido qildi. Ular: Parvardigorimiz, biz o'zimizga o'zimiz zulm qildik. Agar sen bizga mag'firat qilmasang, bizga rahim qilmasang, biz cho'qim ziyon tortquchilardan bo'lamiz dedi. Allah aytdi: sizlar bir-biringlarga dushman bo'lgan holda tushinglar.
Ajilinglar bitganga qadar yer yuzida tursizlar va uningdan foydalansizlar. Allah aytdi: yer yuzida yashaysizlar, yer yuzida o'lusizlar. Qiyomat kuni yana yer ostidan chiqarilsizlar. Ey odam bolalari, sizlarga biz haqiqatan avurtanglarni yopadigan libosni va zinnatlanadigan libosni tushirdik. Taqvodorlik libosi eng yaxshidir. Ana shular, ya'ni inson bolalarga satri avrat uchun libos yaratdik. Ularning ibrat elishi uchun Allohning bandalariga bo'lgan fazli marhamatini ko'rsatadigan alomatlardandir. Ey odam bolalari, shayton sizlarning ota-onanglarni ozdirib jannatdan chiqarayotgandek, sizlarni ozdirmasin. Shayton ularning avratlarini o'zlariga ko'rsatish uchun kiyimlarini soldirib o'tgan edi. Shayton va uning qo'l ostidagilar sizlarni ko'ralaydi. Sizlar ularni ko'rolmaysizlar. Shubhisizki, biz shaytonlarni iymon etmaydiganlarning do'sti qildik. Ular yana mushriklar. Bir yomon ishni qilgan chaqlarda ota-bovlarimizning mushunda qilganligini ko'rgan edik. Alloh bizga mushunda qilishga buyurgan deydi. Ey Muhammad, ularga aytqinki, Allah bandalarini haqiqatan yomon ishga buyurmaydi. O'zlaringlar bilmaydigan narsalarni Allah nomidan yolg'on aytamsizlar? Ey Muhammad, aytqinki, Parvardigorim meni adil bo'lishga buyurdi. Har sajda qilganda butunlay Allohga yuzlaninglar. Allohga ixlos bilan ibodat qilinglar. Sizlar Allah dastlabda paydo qilgan holatinglarda asliga qaytsizlar. Allah sizlardan bir guruhni hidoyat qildi. Yana bir guruhga gumrohlik tegishli bo'ldi. Chunki ular Allohni qo'yib, shaytonlarni do'st tutdi. Shundaq turg'uliq ular o'zlarini to'g'ri yo'lda deb gumon qiladi. Ey odam bolalari, har namoz vaqtida yoki tavob vaqtida avurtanglarni satr qilib turadigan kiyimlaringlarni kiyinglar. Yenglar, ishchinglar isrof qilmanglar. Allah isrof qiluvchilarni haqiqatan yoqtirmaydi. Aytqinki, Allah bandalari uchun yaratgan liboslarni, shirin, pak rizqlarni kim harom qildi? Aytqinki, ular bu dunyoda mu'minlar uchun yaratilgan. Garchi ularga kuffarlar sherik bo'lsa-mu, oxiratda bo'lsa mu'minlarga xosdir. Allohning bir va sheriki yo'q ekanligini biladigan qavm uchun oyatlarni shundoq tafsili bayon qilamiz. Ey Muhammad, ularga aytqinki, Parvardigorim oshkor va yoshirin yomon ishlarning hammasini, gunohlarni, kishilarga nohaq qilishni, Allohning sheriki bo'lishga Alloh hech qanday dalil tushirmagan narsalarni, Allohga sherik keltirishni, o'zinglar bilmaydigan narsalarni, Alloh nomidan qalaymqon so'zlashni harom qildi. Har bir ummatning halok bo'ladigan muayyan vaqti bo'ladi. Halok bo'ladigan vaqti yetganda ular birdammo ilgari keyin bo'lmaydi. Ey odam bolalari, ishchinglardan mening oyatlarimni sizlarga bayon qilib beradigan payg'ambarlarim kelganda taqvodorlik qilgan va amalini tuzatganlarga qo'rqinish yo'qdir. Ular g'am andish qilmaydi. Bizning oyatlarimizni inkor qilganlar, uningga iymon etishga gardankashlik qilganlar do'zax ahlidir. Ular hamisha do'zaxda qolg'usidir. Allohga yolg'on chaplagan yoki uning oyatlarini inkor qilganlardan zolim kishi bormi? Ular lavhul mahfuzda yozilgan rizqdan va ajaldan o'z nasibasini ko'rdi. Hatto bizning farishtalarimiz ularning jonlarini elish uchun kelgandimi, ularga Allohni qo'yib ibodat qilgan ma'budlaringlar qayerda dedi. Ular bizdan g'oyib bo'lib ketdi dedi. Ular kafir bo'lganliklariga o'zlarining ziniga guvohlik beradi. Alloh oyatlarini inkor qilganlarga aytadi: sizlardan ilgari o'tgan jinlardan va insonlardan bo'lgan kafir ummatlar bilan birlikda do'zaxga kiringlar. Har qachon bir ummat do'zaxga kiradi ekan, u o'zidan ilgirki ummatga uningga ergishib gumroh bo'lganligi uchun la'nat o'qiydi. Ularning hammasi do'zaxga kirib bo'lib jamlashganda, ularning ichidagi keyin kirganlar, ya'ni ergashguvchilar ilgir kirganlarga, ya'ni boshliqlarga qartib, ey Parvardigorimiz, bular bizni ozdirgan, ularga ishkasi do'zax azobi bergin deydi. Allah hammaga ishkasi azob beriladi, lekin sizlar azobning vahshatini bilmaysizlar deydi. Ularning orasidagi ilgirkilar keyinkilarga sizlarning bizdan hech qanday ortiqchiliginglar yo'q, ya'ni gumrohlikda va azobga tegishli bo'lishda bir-birimizga o'xshaymiz,
qilmishinglar tufaylidan azobni tetinglar deydi. Shubhisizki, bizning oyatlarimizni inkor qilgan va ularga iymon etishga gardankashlik qilganlarga osmonning darvozasi ochilmaydi. Toki to'gi yingnining to'shigidan o'tguncha ular jannatga kirmaydi. Ya'ni ular hargizmi jannatga kirmaydi. Gunohkorlarga mushundoq jazo beramiz. Do'zaxda ularning ostiga soladigan ko'rpusimi o'tdan, ustiga yepinadigan yotqinimi o'tdan bo'ladi. Zolimlarga mushundoq jazo beramiz. Iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlar ana shular jannat ahlidir. Ular jannatda hamisha turadi. Biz hech kimga kuchi yetmaydigan ishni yuklamaymiz. Ularning ko'ngillardagi o'chmanliklarini ep tashladik. Ularning saroylari ostidan jannatning o'stanlari eqib turadi. Ular jimi hamda sana bizni bu ne'matlarni hosil qilishga yetaklagan Allohga bo'lsin-ki, Alloh bizni yetaklamagan bo'lsa, to'g'ri yo'l topmagan bo'lardik. Haqiqatan Parvardigorimizning payg'ambarlari bizga haqni ep keldi deydi. Ularga qilingan amallaringlar uchun sizlarga berilgan jannat mana mushu deb nido qilinadi. Ahli do'zaxqa biz Parvardigorimiz bizga va'da qilgan narsani haq topdik. Sizlarmi Parvardigoringlar va'da qilgan narsani haq topdinglarmi deb to'laydi. Ular ha deydi. Shuning bilan bir jakochi ularning orasida mundaq deb jakolaydi. Zolimlarga Allohning la'nati bo'lsin. Zolimlar kishilarni Allohning dog'dam yo'lidan to'sidi. Uning agir yo'lda bo'lishini tilaydi hamda ular oxiratga ishonmaydi. Ularning orasida bir to'sma bo'ladi. To'smaning ustida ahli jannat va ahli do'zaxni ularning simosidan taniydigan odamlar, ya'ni ahli arrob bo'ladi. Ular ahli jannatga sizlarga omonlik tilaymiz deb to'laydi. Ular jannatga kirmagan, ammo kirish umidida turganlardir. Ularning ko'zlari ahli do'zax tarafga buralganda, "Ey Parvardigorimiz, bizni zolim qavm bilan birga qilmagin" deydi. Arabdikilar, ya'ni yaxshiliklari bilan yomonliklari tang bo'lib qolgan, jannatdimi emas, do'zaxdimi emas kishilar simosidan tonildigan davzixiy odamlarga to'plagan pul mollaringlar va takabburliginglar sizlarga nimaga asqatdi deb to'laydi. Arabdikilar do'zaxiylarga mu'minlarning peqirlarini ko'rsatib turib, sizlar Allohning rahmatiga erishamaydi deb qasam qilgan kishilar mushularmi? Mana bularga jannatga kiringlar. Sizlarga kelgusidan qo'rqinish yo'q. Sizlar g'am andishi qilmaysizlar deyildi deydi. Ahli do'zax ahli jannatga su dunyoki Alloh sizlarga bergan ichadigan narsalardan bizga biroz qo'yib bersanglar deb to'laydi. Ahli jannat ularga javoban Alloh ularni kofirlarga harom qilgan deydi. Kofirlar dinlarini masxara va o'yinchi qilib oldi. Ularni dunyo tirikchiligi oldi. Ularning bugungi kunga muloqot bo'lishini unutganliklari va bizning oyatlarimizni inkor qilganliklariga o'xshash, biz bugun ularni unutamiz, yana ularni do'zaxda qoldiramiz. Ularga kitobni Qur'onni berdik. Uni yana Qur'onning ma'nolarini bilish asosida bayon qildik. Uni iymon etgan qavmga hidoyat qildik va rahmat qildik. Ular yana kuffarlar faqat o'zlariga va'da qilingan azobning natijasini kutadi. Onun nəticəsi gələn günə ilgiri kitabqa əməl qılmağanlar Pərverdigarımızın elçiləri həqiqətini ep gələn idi. Biz ularga iman etmabdıq. Bugün bizga şafaat qıladigan şafaatçılar barmıdı? Yoki gunoh qilishdan qo'l uzib, yaxshi amallarni qilish uchun dunyoga qaytarilishimizga bo'lamdigandi deydi. Ular o'zlariga ziyon soldi. Ularning Allohning sheriklari deb iftiro qilgan ma'budlari ularning ko'zidan g'oyib bo'ldi. Shubhisizki Parvardigoringlar Alloh osmonlarni va zaminni 6 kunda, yana 6 davrda yaratdi. Ondan o'zining ulug'ligiga loyiq ravishda arsh ustida qaror oldi. Alloh kecha bilan kechining qorong'uligi bilan kunduzni yopadi. Kecha bilan kunduz bir-birini qo'g'lashadi. Alloh quyosh, oy va yulduzlarni Allohning amriga bo'ysundirilg'uchi qilib yaratdi. Yaratish va amr qilish rostilla Allohning ilkididir. Olamlarning Parvardigori Allohning darajasi kattadir. Parvardigoringlarga tuvanchilik bilan yoshirin duo qilinglar. Duo qilganda kelsi-kelmas so'zlab, tovlab haddidan oshirib o'tganlarni Alloh yoqtirmaydi. Alloh payg'ambarlarni avatib yer yuzini tuzigandan keyin yer yuzida bozg'unchilik qilmanglar. Allohning azobidan qo'rqqan va rahmatini umid qilgan holda duo qilinglar. Shubhisizki Allohning rahmati yaxshilik qiluvchilarga yaqindir.
Allohning rahmati, ya'ni yomg'ir maydoniga kelish oldida Allah bishoratchi qilib shamollarni avatadi. Shamollar ig'ir bulutlarni ko'targan chaqda ularni o'lik, ya'ni qojirab ketgan giyosiz joylarga suramiz. Uningdan yomg'ir yog'dirib, turlik mevalarni chiqaramiz. Ibrat elishinglar uchun zamindan mevalarni chiqargandek qiyomatda o'liklarni qabrlaridan chiqaramiz. Munbat yerning giyohi Allohning izni bilan to'liq unadi. Bu vaz-nasiyatga quloq selib, uningdan foydalanadigan mu'minning misolidir. Nachar yerning giyohi oz o'sadi. Bu vaz-nasiyatdan foydalanmaydigan kofirning misolidir. Shukr qiladigan qavm uchun oyatlarimizni mushundaq shakllarda bayon qilamiz. Shak shubhisizki, Nuhni o'z qavmiga payg'ambar qilib avatdik. U, ey qavmim, Allohga ibodat qilinglar. Sizlarga Allohdan boshqa ma'bud barhaq yo'qdir. Men haqiqatan sizlarning buyuk kunning, ya'ni qiyomat kunining azobiga qilishinglardan qo'rqaman dedi. Qavmning cho'nglari, biz seni haqiqatan ro'shan gumrohlikda ko'ramiz dedi. Nuh aytdi: Ey qavmim, men qilchimi gumrohda emasman. Lekin men olamlarning Parvardigori tarafidan avatilgan payg'ambarman. Sizlarga Parvardigorimning elchiligini yetkazaman. Sizlarga nasihat qilaman. Men Allohning vahiy qilishi bilan sizlar bilmaydigan narsalarni bilaman. Sizlarni ogohlantirish uchun kufrdan saqlanishinglar va Allohning rahmatiga erishishinglar uchun sizlarga oranglardagi bir kishi orqali Parvardigoringlarning vahiysi kelishidan ajablanamsizlar? Ular Nuhni inkor qildi. Nuhni va uning bilan kemada birga bo'lganlarni qutqizdik. Oyatlarimizni inkor qilganlarni butunlay suvga g'arq qildik. Shubhisizki, ular haqni ko'rishdan dillari qo'rqavam edi. Ad qavmiga ularning qarindishi Hudni avatdik. Hud: Ey qavmim, Allohga ibodat qilinglar. Sizlarga Allohdan boshqa ma'bud barhaq yo'qdir. Uning azobidan qo'rqmamsizlar dedi. Uning qavmining iymon etmagan cho'nglari: Biz seni haqiqatan ahmoq hisoblaymiz. Biz seni albatta payg'ambarlik da'voyingda yolg'onchilardan deb gumon qilamiz dedi. Hud aytdi: Ey qavmim, men ahmoq emasman. Lekin men olamlarning Parvardigori tarafidan avatilgan payg'ambarman. Sizlarga Parvardigorimning elchiligini yetkazaman. Men sizlarga ishonchlik nasihatchiman. Parvardigoringlarning vahiysi sizlarni ogohlantirish uchun o'z ichinglardagi bir kishi orqali kelganligidan ajablanamsizlar? O'z vaqtida Nuhning qavmi halok bo'lgandan keyin Allohning sizlarni ularning o'rinbosari qilganligini, vujudinglarni qomatlik, bastilik qilganligini yod etinglar. Sizlar baxtga erishishinglar uchun Allohning ne'matlarini yod etinglar. Ular: Ey Hud, ota-bobolarimiz ibodat qilib kelayotgan ma'budlarni tashlab, yolg'iz bir Allohga ibodat qilishimizga da'vat qilg'ili keldingmi? Agar rost so'zlaguvchilardan bo'lsang, bizga va'da qilgan azobni keltirgin dedi. Hud: Sizlarga cho'qim Parvardigoringlarning azobi va g'azabi nozil bo'ladi. Sizlar o'zinglar va ota-bobonglar ot qo'yib olgan. Bu vaqtda ularga ibodat qilishga Alloh hech qanday dalil nozil qilmagan butlarning ismlari ustida men bilan munozirlashamsizlar? Kutinglar, men bu haqiqatan sizlar bilan birlikda sizlarga nozil bo'ladigan azobni kutaman dedi. Biz Hudni va uning bilan birga bo'lg'uvchilarni, ya'ni mu'minlarni rahmatimiz bilan qutqizdik. Bizning oyatlarimizni inkor qilganlarni talto'kis saloq qildik. Ular iymon etmagan edi. Samudga ularning qarindishi Solihni payg'ambar qilib avatdik. O ey qavmim, Allohga ibodat qilinglar. Sizlarga Allohdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Sizlarga haqiqatan Parvardigoringlar tarafidan mening payg'ambarligimni isbotlaydigan ro'shan mo'jiza keldi. Mana bu Alloh bevosita yaratgan tish tugimi sizlarga mening mo'jizamdir. Uni Allohning ziminiga qo'yinglar. Ixtiyoriy o'tilsin. Onunga ziyon zahmat yetkazmanglar. Bo'lmasa sizlarni qattiq azob olih qiladi. Yod etinglarki, o'z vaqtida Alloh sizlarni ot qavmidan keyin ularning o'rinbosari qildi. Sizlarni Hijr ziminiga o'rlashtirdi. Uning tuzlanglariga imoratlar soldinglar. Tog'larni teshib uylar yasadinglar. Allohning ne'matlarini yod etinglar. Ziminda buzg'unchilik qilmanglar dedi. Uning qavmining takabbur cho'nglari bo'zak qilinganlarga, ya'ni ularning ichidagi mu'minlarga, sizlar Solihni uning Parvardigori tarafidan avatilgan payg'ambar deb bilamsizlar dedi.
Ular biz uning payg'ambarligiga albatta ishonamiz dedi. Heliq takabburlar sizlar ergashganga biz hargiz ergashmaymiz dedi. Ular tish tugini bo'g'izildi. Parvardigorning amrini tutishdan bosh tortdi va ey Solih, rostilla payg'ambarlardan bo'lsang, bizga va'da qilgan azobni keltirib boq dedi. Ularga qattiq azob yuzlandi-da, ular uylarida o'ltirgan peti qetib qoldi. Ular halok bo'lgandan keyin ularga orqasini qildi va ey qavmim, sizlarga haqiqatan Parvardigorimning elchiligini yetkazdim, sizlarga nasihat qildim, lekin sizlar nasihat qiluvchilarni yoqtirmadinglar dedi. Lotni ahli Samudga payg'ambar qilib avatdiq. O'z vaqtida u o'z qavmiga ularni ayiblash yuzasidan mundaq degan edi. Sizlar shunda qabih ishni qilamsizlar? Bunda qabih ishni sizlardan ilgari jahon ahlidan hech qanday odam qilmagan edi. Sizlar haqiqatan ayollarni tashlab qo'yib, erlar bilan jinsiy talabinglarni qondirsizlar. Sizlar haqiqatan haddidan oshquvchi qavmsizlar. Lotning qavmining birdan-bir javobi, Lotni uning agashguvchilari bilan qo'shib shaharlardan chiqarib etinglar, chunki ular pok kishilardir deyishdan iborat bo'ldi. Lotni uning xotinidan boshqa tavba kishilar bilan birga uning qavmiga nozil bo'lgan azobdan qutqizdik. Faqat xotinilar shaharda qilib halok bo'luvchilardan bo'ldi. Ularga bir turlik yomg'ir, ya'ni tosh yog'dirdik. Gunohkorlarning oqibatining qanday bo'lganligiga qaragan. Madiyan xalqiga ularning qarindoshi Shuaybni payg'ambar qilib avatdiq. U o'z qavmiga aytdi: "Ey qavmim, Allohga ibodat qilinglar. Sizlarga Allohdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Sizlarga Parvardigoringlardan haqiqatan mening rostligimni isbotlaydigan mo'jiza keldi. O'lchamni va tarozni to'g'rilanglar. Kishilarning narsasini kam bermanglar. Allah payg'ambarlarni avatib zaminni tuzigandan keyin zaminda gunohlar qilib buzg'unchilik qilmanglar. Agar mu'min bo'lsanglar, ana shu sizlar uchun yaxshidir. Sizlar Allohga iymon etganlarni qo'rqitgan, Allohning yo'ldan to'sgan va u yo'lning egirligini tilagan holda yo'llarda o'ltirmanglar. Aslida sizlar oz edinglar. Allohning sizlarning soninglarni ko'paytganligini yod etinglar. Buzuqchilik qiluvchilarning oqibatining qanday bo'lganligiga qaranglar. Agar sizlardan bir guruh odam mening payg'ambarligimga ishongan, yana bir guruh odam ishonmagan bo'lsa, Allah bizning oramizda hukm chiqaruvchi savr qilib turinglar. Allah hukm chiqaruvchilarning eng yaxshisidir. Shuayb qavmining iymondan bosh tortgan takabburchonlari: "Ey Shuayb, seni cho'qim agashguvchilaring yana sana iymon etganlar bilan qo'shib shahrimizdan haydab chiqarmiz yoki cho'qim bizning dinimizga qaytishinglar kerak" dedi. Shuayb: "Biz buning har ikkisini yomon ko'radigan tursak, bizni yanala shunga majbur qilamsizlar?" dedi. Shuayb yana aytdi: "Alloh bizni sizlarning dininglardan qutuldirgandan keyin uningga qaytsak, albatta Allohga yolg'on chaplagan bo'lamiz. Parvardigorimiz Alloh xolisa, biz sizlarning dininglarga qaytmaymiz. Parvardigorimizning ilmi hammani o'z ichiga oladi. Allohga tavakkul qildik. Parvardigorimiz biz bilan qavmimizning orasida haq hukm chiqargan. Sen hukm chiqaruvchilarning eng yaxshisidirsan." Uning qavmining iymonsiz cho'nglari: "Agar sizlar Shuaybga ergashsanglar, shubhisizki cho'qim ziyon tortisizlar" dedi. Ularga qattiq zilzila yuzlandi. Ular uylarida o'ltirgan peti qetib qoldi. Shuaybni inkor qilganlar Allohning halok qilishi bilan go'yo bu yerda turmagandek, ya'ni yashamagandek bo'lib qoldi. Shuaybni inkor qilganlar ziyon tortquchilardan bo'ldi. Shuayb ularga orqasini qilib: "Ey qavmim, sizlarga men haqiqatan Parvardigorimning elchiligini yetkazdim va nasihat qildim. Men qandaqmi kofir qavmga qayg'uray" dedi. Biz mayli qaysi shaharga bo'lsin, biror payg'ambar avatgan bo'lsak, shahar ahli uni inkor qilgan bo'lsa, ularning Allohga yalvurishlari, tavba qilishlari uchun ularni namratlikqa, kasallikka giribtor qildik. Ondan ularning beshiga kelgan kulfatni ne'matga aylantirdik. Shuning bilan ular ko'paydi. Ular bizning ota-bovlarimizning beshiga haqiqatan kulfatlar, ne'matlar kelgan edi. Bu zamonning odati. Allah tarafidan kelgan uqubat emas dedi. Ular xabarsiz turganda ularni ushtumtut halok qildik. Payg'ambarlarni inkor qilganlikdan halok qilingan shaharlarning aholisi iymon etgan va kufrdan
gunohlardan saqlangan bo'lsa edi, albatta ularni osmon zaminning farovonliklariga muyassar qilardik. Lekin ular payg'ambarlarni inkor qildi, shun ularni o'z qilmishlari tufaylidan halok qildik. Payg'ambarlarni inkor qiladigan shaharlarning aholisi bizning azobimizning o'zlariga ketisi, g'aflatda uxlayotganlarda kelishidan qo'rqmamdi. Shahar aholisi bizning azobimizning tushish vaqtida ular o'ynab turganlarda kelishidan qo'rqmamdi. Ular Allohning makridan, ya'ni ular tuyuqsiz turganda Allohning azob nozil qilishidan qo'rqmamdi. Faqat ziyon tatquchi qavmlar Allohning makridan qo'rqmaydi. Zaminning ilgirki egalari halok bo'lgandan keyin zaminga varis bo'lg'uvchilarni xolisa gunohi tufaylidan halok qilganligimiz, dillarini pechatlab etadiganligimiz, ularga yana zaminga varislik qiluvchilarga ayon bo'lmadimi? Ular haq so'zni anglamaydi. Ashu shaharlar aholisining ba'zi xabarlarini ey Muhammad sana hikoya qilib beramiz. Shak shubhisizki payg'ambarlar ularga mo'jizalar olib kelgan edi. Ular ilgari haqni inkor qilganliklari uchun o mo'jizalarga iymon etmadi. Allah kofirlarning dillarini ana shunday pechatlaydi. Ularning to'lisining bergan va'dasiga vafo qiladiganligini bayqamadik. Ularning to'lisining shaksiz fosiqlar, ya'ni Allohning amr farmonidan bosh tortquchilar ekanligini bayqadik. Mazkur payg'ambarlardan keyin Musoni mo'jizalar bilan Misrning Musa zamonidagi podshohi Fir'avnga va uning qavmining cho'nglariga payg'ambar qilib avatdik. Ular bu mo'jizalarni inkor qildi. Buzg'unchilik qiluvchilarning oqibatining qanday bo'lganligiga qaragan. Musa aytdi: "Ey Fir'avn, men haqiqatan olamlarning parvardigori avatgan payg'ambarman. Alloh nomidan faqat haqiqatdan boshqani aytmaslikka loyiqman. Rostilla parvardigoringlar tarafidan sizlarga mening rostligimni isbotlaydigan bir mo'jiza olib keldim. Shuning uchun Isroil avlodini men bilan qo'yib bergin, men bilan birga ota bobolarining vatani muqaddas zaminga borsin." Fir'avn Musaga: "Agar sen parvardigoring tarafidan bir mo'jiza olib kelgan bo'lsang, bu da'voyingda rostchilardan bo'lsang, uni bizga ko'rsatgin" dedi. Musa hassini tashladi. U nagahon oshkor bir ajdahoga aylandi. Qo'lini qo'ltig'idan chiqarib edi. U nagahon qarg'uvchilarga nur chaqnatib turadigan oppoq bo'lib ko'rindi. Fir'avn qavmining cho'nglari aytdi: "Bu haqiqatan noyati usta sehrgar ekan. O sizlarni zamininglar, ya'ni Misr zamindan haydab chiqarib o'tmoqchi. Nima maslahat bersizlar?" Ular aytdi: "Ularning ishini o'zing bir fikrga kelguncha ta'xir qilgin. Shaharlarga sehrgarlarni yiquvchi kishilarni avatgin. Ular barliq usta sehrgarlarni sening huzuringga olib kelsin." Fir'avn sehrgarlarni yig'ishga odamlarni avatdi. Sehrgarlar Fir'avnning qishig'i keldi. Ular agar biz g'alaba qilsak bizga cho'qim mukofot berilamdi dedi. Fir'avn: "Ha, mukofot beriladi. Uning ustiga sizlar cho'qim mening yaqin kishilarim bo'lib qolasizlar" dedi. Ular yana sehrgarlar: "Ey Musa, Hasonni sen avval tashlamsan yoki biz o'zimizninkini avval tashlamdik" dedi. Musa: "Sizlar tashlanglar" dedi. Ular hasa arg'amchilarini tashlab kishilarning ko'zlarini bog'ladi. Ularni yana kishilarni qattiq cho'chitibdi. Ular kishilarning ko'zlariga cho'ng ko'rinadigan sehrni ko'rsatdi. Musaga Hasonni tashlagin deb vahiy qildik. Musa hassini tashlab edi. U ajdahoga aylanib ularning o'ydirma narsalarini darhol yutibdi. Haqiqat oshkor bo'ldi. Ularning ko'rsatgan sehrlari barbod bo'ldi. Bu yerda ular, ya'ni Fir'avn bilan qavmi mag'lub bo'ldi. Xor bo'lgan holda shaharga qaytdi. Sehrgarlar sajdaga bordi. Ular dedi: "Olamlarning parvardigoriga iymon etdik. Musa va Harunning parvardigoriga iymon etdik." Fir'avn aytdi: "Sizlar men ruxsat qilmay turib Musaga iymon etdinglar. Bu cho'qim sizlarning shahar, ya'ni Misrdagi cheg'onlarda aholini shahardan haydab chiqarish uchun Musa bilan birlashib oldin planlagan hilanglardir. Sizlarni qanday jazolaydiganligimni uzoqqa qolmay bilasizlar. Sizlarning qo'linglarni, putinglarni cho'qim o'ng chaq qilib, o'ng qo'linglar bilan so'l putinglarni yoki so'l putinglar bilan o'ng qo'linglarni cho'qim kesiman, ondan hammanglarni cho'qim darg'a esib o'ldiraman." Sehrgarlar aytdi: "Biz albatta Parvardigorimizning dargohiga qaytquchilarmiz. Sen bizni faqat Parvardigorimizning bizga nozil qilgan oyatlarga iymon etganliklarimiz uchun ayblayotsan. Parvardigorimiz bizga sabr ato qilgin, bizni musulmon petimizga qabz ruh qilgin." Fir'avn qavmining cho'nglari
Firavunga Musa bilan uning qavmini zaminda fitna fasod turg'izishga, seni va sening ilohlaringni tashlashga qo'yib yutamsan dedi. Firavun ularning bolalarini o'ltiramiz, ayollarni bo'lsa xizmatga selishga qoldirib qo'yamiz. Biz albatta ularning ustidan hukmronlik qilamiz dedi. Musa o'z qavmiga: Allohdan madad tilanglar, sabr qilinglar. Yer yuzi haqiqatan Allohning mulkidir. Allah onunğa bəndilərdən özü xalqan kişilərini varis qıldı. Yaxşı aqibət taqvadarlarga mənsub dedi. Ola sen bizga kelishdan burunmi, kelgandan keyinmi hamon xorlanib keldik dedi. Musa Parvardigoringlarning dushmaninglarni halok qilishi, Misr zaminda ularning o'rniga sizlarni dastitishi, sizlarning qandoq ish qildiganliginglarga qarshi muvaqqaqdir dedi. Allohga qasamki, biz haqiqatan Firavun va uning tavallarining ibrat elishlari uchun ularni qahatchilik bilan meyvelarining usulini kemaytish bilan sinadik. Ular agar farovonlik, mo'lchilikdek bir yaxshilikqa erishsa, biz uningga haqliqmiz deydi. Agar ularga bir yomonlik kelsa, ular bu Musa va uning bilan birga bo'lgan mu'minlarning shumligidan keldi deydi. Ularga yetgan yaxshilik bilan yomonlik Musaning shumligidan emas, Allohning taqdiridir. Lekin ularning to'lisi buni, ya'ni ularga kelgan balo qazoning o'z gunohlari tufayli Alloh tarafidan kelganligini o'qimaydi. Ular, ya'ni Firavun qavmi, ko'zimizni bog'lash uchun har qanday mo'jiza keltirsangmi, biz senga hargiz ishonmaymiz dedi. Ularga suv ofatini, chekatga, pit, paqa, qon balolarini ro'shan mo'jizalar qilib avatdik. Allohga iymon etishga ularning gadankashligi yo'l qo'ymadi. Ular gunohkor qavm bo'ldi. Ularga balo nozil bo'lganda, ular: "Ey Musa, Parvardigoringga o'zining senga ato qilgan ahdi bilan, ya'ni senga bergan payg'ambarligining haqqi hurmati bilan bizdan baloni ko'tarib o'tishga duo qilsang, Allohga qasamki, agar bizdan baloni ko'tarib o'tsang, senga cho'qim iymon etimiz, Isroil avlodini cho'qim sen bilan birga qo'yib beramiz" degan edi. Ulardan baloni vaqtli ko'tarib o'tgan chig'imizda ular to'satdan ahdlarini buzdi. Oyatlarimizni inkor qilganliklari va oyatlarimizdan g'afil bo'lganliklari uchun ularni dengizga g'arq qilib jazoladik. Bo'zaq qilingan qavmni, ya'ni Bani Isroilni biz barkatli qilgan Sham zaminining sharq taraflariga va g'arb taraflariga Isroil avlodi savr qilganliklari uchun Parvardigorning ularga qilgan chiroyli va'dasi to'liq ishga oshdi. Firavun va uning qavmining salg'anlari, ya'ni imoratlarini va yasig'anlari, ya'ni bog'lari va ekinzorliklarini vayron qildik. Isroil avlodini biz Qulzum dengizidan o'tkazib o'tdik. Ular butlarga cho'qinayotgan bir qavmning yenidan o'tganda: "Ey Musa, bizga ularning butlarga o'xshash burt o'rnatib bergin" dedi. Musa: "Sizlar haqiqatan nodon qavm ekansizlar" dedi. Shubhisizki, shu kishilarning botil dinlari gumron bo'lg'usidir. Ularning qilgan amallari bekordir. Musa: "Alloh sizlarni zamoninglardagi jahon ahlidan ortiq qilgan tursa, sizlarga uningdan boshqa iloh izdamdim" dedi. O'z vaqtida sizlarni Firavunning qavmidan qutqizdik. Ular sizlarga qattiq azobni tetitdi. O'g'illaringlarni o'ltiradi, ayollaringlarni xo'rlab ishiltishga elib qoladi. Buningda Parvardigoringlardan sizlarga zo'r sinoq bor edi. Musaga bizga munojat qilishga 30 kechini va'da qildik. Onunga yana 10 kechini qo'shdik. Shuning bilan Parvardigorining va'da qilgan vaqti 40 kecha bo'ldi. Musa qarindoshi Harunga: "Men qaytib kelganga qadar qavmimga mening o'rinbosarim bo'lib turgan. Ularning ishini tuzgin. Buzuqchilik qiluvchilarning yo'lida ma'mag'in" dedi. Musa biz va'da qilgan vaqtda kelgan va Parvardigori uningga bevosita so'z qilgan chaqda: "Parvardigorim, menga o'zingni ko'rsatgin, seni bir ko'rib olay" dedi. "Alloh meni bu dunyoda hargiz ko'rmaysan. Chunki insonning bu ojiz teni buningga taqat qilolmaydi. Lekin taqqa qarag'in. Agar taq o'rnida mahkam tura olsa, meni ko'ralaysan" dedi. Parvardigori taqqa tajalli qilish bilan tog'ni to'p-tuz qilibdi. Musa behush bo'lib yiqildi. U hushiga kelib: "Parvardigorim, sen paktursan, sana tavba qildim. Men sening ulug'lig'ingga ishonguvchilarning avvaliman" dedi.
Allah aytdi: "Ey Musa, men haqiqatan seni zamoningdagi kishilar orasidan payg'ambarlikka va men bilan bevosita so'zlashishga tanladim. Sana men ato qilgan payg'ambarlikni qabul qilgan va shukr qiluvchilardan bo'lgin. Biz uning uchun Tavrat taxtlarga İsroil avlodi dinda muhtoj bo'lgan vaz-nasihat, diniy ahkomlarning hammasini tafsili yozdik. Ey Musa, uni ya'ni Tavratni mahkam tutqin. Hamda qavmingni uningdagi eng go'zal ahkomlarga amal qilishga buyurgin. Sizlarga fosiqlar, ya'ni Fir'avn va uning qavmining diyorini ko'rsataman. Yer yuzida naq takabburlik qiladiganlarni oyatlarimizni tushunishdan yiroqlashtiraman. Ular barliq mo'jizalarni ko'rgandimi, uningga ishonmaydi. Ular agar to'g'ri yo'lni ko'rsa, uningda mangmaydi. Gumrohlik yo'lini ko'rsa, uningda mangadi. Bu shuning uchunki, ular bizning oyatlarimizni inkor qildi va uningdan g'ofil bo'ldi. Bizning oyatlarimizni va oxiratda Allohga muloqot bo'lishni inkor qilganlarning qilgan yaxshi amallari iymoni bo'lmaganligi uchun bekor bo'lib ketadi. Ularga faqat qilgan amallariga yarasha jazo beriladi. Musoning qavmi Musodan keyin, ya'ni Musa Parvardigorga munojat qilish uchun Turtig'iga ketgandan keyin zinnat buyumlardan mo'zaydek ovoz chiqaradigan bir jonsiz mo'za yasadi. Ular mo'zayning o'zlariga so'zlayolmaydiganligini, yo'l ko'rsatolmaydiganligini ko'rmadimi? Ular uni ma'bud qilib oldi. Ular o'zlariga zulm qiluvchi bo'ldi. Ular mo'zayga cho'qinganliklariga pushaymon qilgan va rost azg'anliklarini tushungan chaqda, agar Parvardigorimiz bizga rahim qilmasa va mag'firat qilmasa, biz albatta ziyon tortquchilardan bo'lamiz dedi. Musa g'azablangan, g'amkin holda qavmiga qaytib kelib, "Men yo'q chaqda mo'zayga cho'qinib naqadar yomon ish qildinglar ha? Kutib turmay Parvardigoringlarning amriga oldirab ketdinglarmi?" dedi va g'azablanganligidan Tavrat taxtalarini yerga tashildi. Qarindishining chechini tutib o'z tarafiga tortdi. Harun aytdi: "Ey qarindishim, bu qavm meni bo'zak topdi. Meni o'ltirib tas qoldi. Meni dushmanlar oldida kulkiga qo'ymagan. Meni zolim qavm, ya'ni mo'zayga cho'qing'uvchilar qatorida sanamagan." Musa aytdi: "Parvardigorim, menga va mening qarindishimga mag'firat qilgin. Bizni rahmating doirasiga kirgizgin. Sen eng rahim qiluvchi zotdirsan." Shubhisizki, mo'zayni ma'bud qilib olganlar Parvardigorning g'azabiga uchraydi. Bu dunyoda xo'rliq qoladi. Allohga bo'xton chaplag'uvchilarga biz mushundoq jazo beramiz. Yomon ishlarni qilib qo'yib, keyin tavba qilgan va iymonida samimiy bo'lganlarni tavbasidan keyin Parvardigoring albatta mag'firat qiladi. Ularga rahim qiladi. Musa g'azbi beslagandan keyin yerda yotgan Tavrat taxtalarini oldi. Uningda Parvardigordan qo'rquvchilarga hidoyat qilinadi va rahmat qilinadi deb yozilgan edi. Musa biz belgilab bergan vaqtda elib kelish uchun o'z qavmidan 70 kishini tanladi. Ularga zilzila yuzlanganda Musa: "Parvardigorim, xohlagan bo'lsang ularni va meni burunla halok qilgan bo'lading. Oramizdagi ahmoqlarning qilmish tufaylidan bizni halok qilamsan? Bu faqat sening siniqingdir. Shu orqali xohlagan bandangni ozdirsan, xohlagan bandangni hidoyat qilasan. Sen bizning egimizsan. Bizga mag'firat qilgin, rahim qilgin. Sen eng yaxshi mag'firat qiluvchisan. Bizga bu dunyoda va oxiratda tegishli yaxshilik qilgin. Biz haqiqatan senga tavba qildik" dedi. Allah aytdi: "Azobim bilan bandalarimdan xolgan kishini azoblayman. Mening rahmatim maxluqotning hammasiga o'rtaqdir. Rahmatimni kufrdan va gunohdan saqlanguvchilarga, mollarining zakotini beradiganlarga va bizning oyatlarimizga iymon etadiganlarga tegishli qilaman." Ular elchiga, ummiy payg'ambarga, ya'ni Muhammad alayhissalomga ergishdi. Ular o'z ilkidagi Tavrat, İncillarda onun sübütinin yezilganligini ko'rdi. U ularni yaxshi ish qilishga buyurdi. Yomon ish qilishdan to'sidi. Ularga pak narsalarni halol qiladi. Napak narsalarni harom qiladi. Ularning ig'ir yukini yengillatadi.
Ularni silingan taqoq, ko'yzi kishanlardan bo'shatadi. Ya'ni ularga yuklangan ig'ir vazifalarni ep tashlaydi. Uningga iymon etganlar, uni hurmatlaganlar, uningga yordam berganlar, uningga nozil qilingan nur, ya'ni Qur'onga ergashguvchilar baxtga erishguvchilardir. Ey Muhammad, aytqinki, ey insonlar, men haqiqatan sizlarning hammanglarga Alloh tarafidan avatilgan elchiman. Osmonlarning va zaminning igdorchiligi Allohga xosdir. Uningdan boshqa hech iloh yo'qdir. Allah tirildirdi va o'ltirdi. Allohga, uning Alloh va Allohning so'zlariga iymon keltiradigan elchisi ummiy payg'ambarga iymon keltiringlar. Hidoyat tepishinglar uchun uningga ergishinglar. Musoning qavmining, ya'ni Bani Isroilning ichida kishilarni haq bilan to'g'ri yo'lga boshlaydigan, haq bilan to'g'ri hukm qiladigan bir jamoa bor. Ular Bani Isroilni 12 tarmoqqa jamoalar qilib bo'lib Musoning qavmi bayovonda uningdan suv talab qilganda, Musoga Hasan bilan toshni urg'in deb vahiy qildik. Musa hassisi bilan toshni urib edi, uningdan qabilalarning soni bo'yicha 12 bo'loq etilib chiqdi. Har qabila o'zining suv ichadigan o'rnini bildi. Ularga bulutni soyvan qilib berdik. Ularga taranjibin bilan bo'dunini tushirib berdik. Ularga aytdikki, sizlar biz rizqlantirilgan lazzatli narsalardan yenglar. Ular bu ulug' ne'matlarga nonko'rlik qilish bilan bizga ziyon sog'ini yo'q. O'zlarini Allohning azobiga duchor qilish bilan o'zlariga o'zlari zulm qildi. O'z vaqtida biz ularga, sizlar bu shahar, ya'ni Baytul Muqaddasda turinglar, u yerdagi yemakliklardan xoliqininglarcha yenglar, shahar darvozasidan sajda qilgan holda kiringlar, kirayotgan cheg'inglarda, ey Alloh, gunohlarimizni kechirgandinglar, jimi gunohlaringlarni mag'firat qilamiz, yaxshilik qilguvchilarga savobini ziyoda qilamiz dedik. Ularning ichidagi zolimlar ularga aytilgan so'z Allohning amrini boshqa so'zlarga o'zgartirdi. Ular zulm qilganliklari uchun ularga osmondan azob avatdik. Ular ya'ni Yahudilardan dengiz, ya'ni Qulzum dengizi bo'yidagi Ayla shahrining ahvolini so'ragan. Uning aholisi biliq tutish cheklangan kun shanbada Allohning cheklamasidan chiqqandi. Chunki shanba kuni biliqlar suv ustidan ularning oldiga keladi. Shanbadan boshqa kunlarda ularning oldiga kelmaydi. Fosiq bo'lganliklari uchun ularni mushundoq sinaymiz. O'z vaqtida ularning ichidagi bir jamoa Alloh halok qiladigan yoki qattiq azoblaydigan qavmga nima uchun vaz-nasihat qilasizlar dedi. Ular ya'ni vaz-nasihat qiluvchilar Parvardigoringlarning oldida gunohga sukut qilib turdik deb o'zlari aytmasligimiz va ularning Allohdan qo'rqib, gunohdan cheklanishlarini umid qilganligimiz uchun shunday qildik dedi. Ular o'zlariga qilingan vaz-nasihatni qabul qilmagan chaqda yomon ishdan ma'ni qilguvchilarni qutqizdik. Allohning amridan chiqqanliklari uchun zolimlarni qattiq azobga duchor qildik. Ular nahiy qilingan narsani tark etishdan bosh tortganliklari uchun ularga xor maymun bo'lib ketinglar dedik. Ey Muhammad, o'z vaqtida Parvardigoring ularga, ya'ni Yahudilarga qiyomatgacha cho'qim qattiq azoblaydigan kishilarni avatib turadiganligini xabar qildi. Shubhisizki, Parvardigoring osiylik qiluvchilarni albatta tez jazolag'uchidir. Itoat qiluvchilarga albatta mag'firat qiluvchidir, marhamat qiluvchidir. Ularni, ya'ni Yahudilarni yer yuzida turli firqalarga bo'lib o'tdik. Ularning ichida yaxshilarmi bor, yaxshilardan tuvallarmi bor. Ularning kufrdan va gunohdan qaytishlari uchun ularni qattiqchilik va kamchilik bilan sinadik. Ulardan keyin yomon avlodlar Tavratga varislik qildi. Ular bu dunyoning arzimas pul melini halol bilan haromni ayirmay qor qo'yib oladi va bizni Alloh afu qiladi deydi. Shunda pul mol ularning qo'liga kelsa, ular yana oladi. Kitobda, ya'ni Tavratda Allohga yolg'on chaplamay faqat haqni aytishlari uchun ulardan chin va'da elinmadimi? Halbuki ular Tavratdagi narsalarni o'qigan edi. Haromni tark etib Allohdan qo'rqadiganlarga oxirat yaxshidir, buni tushunmamsizlar. Kitobni mahkam tutadiganlar, namoz o'qiydiganlar savobga erishadi. Biz yaxshi ish qiluvchilarning ajrini haqiqatan zoya qilib o'tmaymiz.
O'z vaqtida tur teg'ini qo'mirib ularning ustiga soyivandek tikladik. Ular tog'ni ustlariga tushib ketadi deb o'yladi. Ularga aytdikki, taqvodorlar qatorda bo'lishinglar uchun o'zinglarga berilgan kitobni mahkam tutinglar, uningdagi ahkomlarga amal qilinglar. O'z vaqtida Parvardigoring odam bolalarini ularning otalarining pushtidan chiqardi va ularni o'zlariga guvoh qilib, "Men sizlarning Parvardigoringlar emasmi?" dedi. Ya'ni Alloh o'zining ularning Parvardigori ekanligiga va birligiga odam bolalarini ixro qildirdi. Ular ixro qilib buni o'z ustiga oldi. Ular "Ha, sen bizning Parvardigorimizdirsan, guvohlik berdik" dedi. Ularni guvohlik bergizganligimiz qiyomat kuni ularning biz buningdan g'aflat qolgan ekanmiz demasliklari yoki ota-bobolarimiz ilgari sana butlarni sherik keltirgan edi, bizning faqat ularning avlodi bo'lib qolgan yerimiz bor, ya'ni bizning o'zimiz bor. Gunohlarning qilmishlari tufaylidan bizni halok qilamsan demasliklari uchundir. Ularning gumrohlikdan, ota-bobolariga ergishishdan qaytishlari uchun oyatlarimizni mushundaq tafsili bayon qilamiz. Ey Muhammad, ularga shundoq bir odamning qissasini o'qib berginki, uningga oyatlarimizni berdik. U oyatlarimizdan o'zini tatdi. Uningga shayton opridi bo'lishi bilanla gumrohlardan bo'lib ketdi. Agar biz xohlasak, uni taqvodor o'limalar darajasiga ko'tardik. Lekin u dunyoga berilib ketdi. Nafs xohishiga bo'ysundi. U go'yo bir itga o'xshaydi-ki, uni qo'g'livatsangmi tilini chiqarib asraydi. Qo'g'livatmasangmi tilini chiqarib asraydi. Bu bizning oyatlarimizni inkor qilgan ana shu qavmning misolidir. O'ylab beqishlari uchun bu qissani qavminga so'zlab bergin. Bizning oyatlarimizni inkor qilib o'zlariga ziyon solgan qavmning misoli nima degan yomon? Alloh hidoyat qilgan odam hidoyat topquchidir. Alloh gumroh qilgan odam ziyon tortquchidir. Shak shubhisizki, jin va insonlarning nurg'unlarini do'zaxga yiqilg'i bo'lish uchun yaratdik. Ular dillari bo'g'ini bilanmi, u orqali haqni tushunmaydi. Ular ko'zlari bo'g'an bilanmi, u orqali Allohning qudratining dalillarini ko'rmaydi. Ular quloqlari bo'g'ini bilanmi, u orqali Allohning oyatlarini ibrat ilib tinglamaydi. Ular go'yo hayvonga o'xshaydi. Hayvondan mubattar gumrohdir. Ana shular g'ofildir. Allohning go'zal ismlari bor. Allohning shu go'zal ismlari bilan atanglar. Allohning ismlarini kaskanmas qo'lindiganlarni tark etinglar. Ular oxiratda qilmishlarining jazosini tortadi. Biz yaratgan ummatlar ichida haq yo'lga da'vat qiladigan va haqda ching turadigan bir ummat bor. Bizning oyatlarimizni inkor qilganlarni to'ydirmasdan asta-asta halokatga yaqinlashtiramiz. Ularga muhlat beraman. Mening azobim haqiqatan qattiqdir. Ular o'zining hamroyi, ya'ni Muhammad alayhisalomning majnun emasligini o'ylamamdi, u faqat oshkora ogohlantiruvchidir. Ular osmonlarning va zaminning saltanati ustida Allohning yaratgan mahluqotlari o'zlarining ajli yaqinlashganligining mumkinligi ustida fikr yurgizmamdi. Ular kalomulloh ekanligi shuncha ro'shan bo'lgan Qur'ondan boshqa yana qaysi so'zga ishonadi? Alloh ozdirgan kishini hidoyat qiluvchi bo'lmaydi. Alloh ularni gumrohlarida qo'yib beradi-ki, ular tangriqab yuradi. Ey Muhammad, ular sendan qiyomatning qachon bo'ladiganligini so'raydi. Aytqinki, uning qachon bo'ladiganligini faqat Parvardigorim Alloh biladi. Uni faqat o'zi belgilagan vaqtda maydonga chiqaradi. Qiyomat osmonlarning va zaminning ahliga og'ir voqeadir. U sizlarga tuyuqsiz keladi. Go'yo sen qiyomat bilan nayt tonishdek uni sendan so'rashadi. Aytqinki, uning vaqtini faqat Alloh biladi. Lekin kishilarning to'lisi uning vaqtining maxfiy bo'lishidagi sababini bilmaydi. Alloh xohlamagan ekan, o'zimga foyda yetkazish, ziyonni to'sib qilish qo'limdan kelmaydi. Qiyomatning qachon bo'lishini qandoqmi bilay? Agar men g'aybni biladigan bo'lsam, nurg'un manfaat hosil qilgan bo'lardim. Ziyon zahmatga uchirmagan bo'lardim. Lekin men g'aybni bilmayman. Shunga menga taqdir qilingan yaxshi yomonlik yetib turadi. Men faqat iymon etadigan qavm uchun ogohlantiruvchi va xushxabar berguvchi qilib avatlagan payg'ambarman. U sizlarni bir jondan, ya'ni Odam alayhisalomdan yaratdi. Odam alayhisalomning unsi ulfat elish uchun xotini, ya'ni Havvoni uning o'z jinsidan yaratdi. Xotini bilan yaqinchilik qilgandan keyin xotini yenikkini qo'rsoq ko'tarib eg'ir bo'y yurdi. U bolaning qo'rsoqda o'sib cho'ngishi bilan eg'irlashgandan keyin
Har xotin ishkaylan Parvardigori Allohga agar bizga a'zolari bejirim farzand ato qilsang, ne'matingga albatta shukr qiluvchilardan bo'lamiz deb duo qildi. Alloh ularga bejirim o'g'il farzand ato qilgan edi. Ularning avlodi Allohga sherik keltirib, butlarga cho'qindi. Alloh ularning sherik keltirgan ma'budlardan pokdir. O'zlari yaratilgan, hech narsani yaratolmaydigan narsalarni, ya'ni butlarni Allohga sherik keltiramda, o narsalar cho'qinuvchilarga yordam berolmaydi. O'zlariga yordam berolmaydi. Ularni to'g'ri yo'lga chaqirsanglar, ular sizlarga ergashmaydi. Mayli ularni da'vat qilinglar yoki jim turinglar, bu ular uchun baribir o'xshash. Ya'ni sizlar qaysi holatda bo'lsanglar, ular sizlarning da'vatinglarga javob qaytarishga qodir emasdir. Sizlar Allohni qo'yib ibodat qilgan butlar sizlarga o'xshash maxluqlardir. Ularni iloh degan da'voyinglarda rostchil bo'lsanglar, ularni chaqirib beqinglar. Chaqiriqinglarni ijobat qilib boqsin. Ular ya'ni butlarning mangdigan putlari bormi? Yoki tutadigan qo'llari bormi? Yoki ko'radigan ko'zi bormi va anglaydigan quloqlari bormi? Ey Muhammad, ularga aytqinki, sheriklaringlarni menga qarshi chaqiringlar. Ondan qo'linglardan kelishicha menga ziyonkashlik qilinglar. Ozroqmi muhlat bermanglar. Men Allohga yo'langanligim uchun sizlarga parvo qilmayman. Haqiqatan kitobni, yana Qur'onni nozil qilgan Alloh mening egamdir. U yaxshilarga igdorchilik qiladi. Sizlarning Allohni qo'yib ibodat qiladigan butlaringlar sizlarga yordam berolmaydi. O'zlariga yordam berolmaydi. Agar ularni hidoyatga da'vat qilsanglar, ular hidoyat topmoq tugul da'vatinglarni anglamaydi. Ular sizlarga qarab turganda ko'rinsimi, lekin ular ko'rmaydi. Aponi do'st tutqin. Yaxshilikqa, ya'ni yaxshi so'z qilishga, yaxshi ish qilishga buyurg'in. Nodonlar bilan tang bo'lmag'in. Agar shayton sana vasvas qilsa, shaytonning vasvasidan Allohga sig'inib panoh tilegin. Alloh haqiqatan so'zingni anglab turg'uchidir, ishingni bilib turg'uchidir. Taqvodor kishilar shaytonning vasvasiga uchirsa, Allohni aslaydi-da, haqiqatni ko'rib olib, shaytonning vasvasidan xalos topadi. Shaytonlar kuffar birodarlarni bo'lishchi ozdiradi. Ularni ozdirishdan bo'shib qolmaydi. Ular talab qilgan mo'jizalardan biror mo'jizni keltirmasang, uni nimishqa o'zing ijod qilmading deyishadi. Ey Muhammad, ularga aytqinki, ish mening ilkimda emas. Men faqat Parvardigorim tarafidan menga vahiy qilinganiga amal qilaman. O'zligimdan mo'jiza yaratolmayman. Bu Qur'onda sizlarga Parvardigoringlar tarafidan keltirilgan dalillardir. Qur'on boshqa mo'jizalarga ehtiyoj qoldirmaydi. Iymon etgan qavm uchun hidoyatdir va rahmatdir. Allohning rahmatiga erishishinglar uchun Qur'on o'qilgan chaqda uni diqqat bilan anglanglar va jim turinglar. Parvardigoringni yelingan va uningdan qo'rqqan holda ichingda yod etgin. Atdiganda oqshomda uni past ovozda zikr qilgin. G'ofillardan bo'lmag'in. Parvardigoringning dargohidagilar, ya'ni farishtalar Allohga ibodat qilishdan bosh tortmaydi. Allohga tasbih aytadi va uningga sajda qiladi.